Xo'p, boya tepada aytdingiz, 70 tadan ziyod loyiha ayni vaqtda loyiha ustida ishlayapti deb. Shu loyihani aksari qanaqa holatda, loyiha bo'yicha qanaqa va hozir qaysi etapga yetib kelgani bo'yicha bir ma'lumot berib ketsangiz, chunki ko'pchilik Instagramda ham, mana hozir Telegram kanal ochsak ham ko'pchilik so'rayapti. Aytaylik, Samarqanddagi loyiha qanaqa urug'ga yetib Bilasizmi, bu keldi? yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Men shu narsaga ko'proq urg'u beraman. Kim oldinga chiqsa, kim ko'proq ish qilsa, kim ko'proq loyihalar ustida ishlashni boshlasa, o'zi nima qilgan, o'zi loyiha topshirganmi, qayerda topshirgan, bu fitnalar ko'p. Hmm. Juda ham oldinga yurgan odamni to'xtatish, uni bizneslariga o'sha yoqtirmaslik, bu Qabul qilmaslik. qurilish, qabul qila olmaslik, o'ziga singdira olmaslik o'zimizni hamkasblarimiz tomonidan bo'lib turadigan narsalar. Bizni loyihalarimiz to'g'risida o'zi ma'lumot berish shart emas. Siz Toshkentdan Samarqandga qarab yoki Buxoroga qarab yo'lga chiqsangiz, yo'l-yo'lakay bitgan binolar u hammasini ko'rish mumkin. Yo Samarqand shahrining ichida yursangiz yoki Toshkentda ham yursangiz, har joyda ko'zga tashlanadi. Asosiy beriladigan savollardan bittasi, hozirgi kunda 70 tadan ortiq loyihani ustida ishlayapmiz. Bu 70 ta loyihamizda eng kichkinalarini qiymati $1 million atrofidagi loyihalar, juda ham kattalari bor, $300 million ga chiqadigan loyihalarimiz bor. Bizda qurilish klasteri tashkil qilingan. Bizda beton, o'sha betonga ishlatiladigan tosh mahsulotlari, ikkita viloyatda sement zavodimiz bor. O'sha akfa romlari ishlab chiqarish bo'lsin, bizda zavodlarni o'zida 2000 ga yaqin odam qurilishlarimizni qo'llab-quvvatlaydigan mahsulotlar ishlab chiqarib turadi. Shunaqa, hozir men loyihalar bilan yana tanishtirib o'taman. Endi Xurshid aka, birorta viloyatga siz aytaylik, birinchi marta bitta viloyatga qurilish loyiha qilyapsiz. Boshlaganingizdagi albatta o'sha joyda quruvchilar yoqmaysiz-da. Chunki nimaga? Avval qilib turgan taklifdan qulayroq taklif bilan siz boryapsiz. Endi ular ham shunaqa taklif qilish kerak bo'ladi. Yoki siz brend qurdingiz, ular brend qurmagan. Xalq sizga ishonib sizga kelyapti. Siz katta-katta loyiha qilyapsiz, ular hali unaqa loyiha qilmagan. Baribir yoqmaydi-da, logik o'ylab qarasangiz. Shu uchun ham boyagi aytgan negativlar, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Bitta narsa, hammamiz, hamma quruvchilar bo'lsin, hamma oluvchilar, hammamiz shu yurt ravnaqi uchun, oilamiz tinchligi uchun, bola chaqamiz uchun ishlab yuribmiz. Yoqmaslik, bilasizmi? Men ham Afrikadan kelganim yo'q-ku, men ham O'zbekistonning farzandiman. Men ham masalan Azakada qurilgan uylarni ko'tarib Samarqandga olib keta olmasam. Yoqtirmaslik birovni ustiga mag'zava og'darish degani emas. Yoqtirmaslik undan yaxshiroq taklif berish bilan qilish kerak deb. Komfortdan chiqish. Biz o'sha bitta savolga yana javob berib ketmoqchimanki, nimaga qurilish sekin, bironta obyekt topshirganmiz. Biz kichkina loyihalar qurmaymiz. Biz 2 podiyez, 3 podiyez uylar qurmaymiz. Bizniki 11 gektar, 20 gektar, eng kichkinasi men 1 gektar, 1,5 gektardan katta joy boshlayman. Uncha katta narsani qurish uchun o'zi kamida 2 yil, 3 yil vaqt talab qilinadi. Uni masalan tezlashtirish, bu sizga krasovka emas, tezda bir hafta kiyib yana yangisini olsangiz, buni tezlashtirishdan ko'ra sifatlashtirishga e'tibor berishimiz kerak. Siz bola chaqangiz bilan u uyning ichida yillar davomida umr kechirasiz. Men bilasizmi nimaga e'tibor beraman? Men masalan bugungi kungacha xalqni hurmatida yashab kelyapman-da. Yoshligimdan ham odamlar kimdir kelib rasmga tushaylik deydi. Shu narsaga qattiq e'tibor beryapmanki, men shu uylarim bitib ichiga kirgan odamlarning hurmati hozirgidan ham oshsin. Hozirgi munosabat keyin tushib ketib yarmiga yo boshqa emas, yanada ko'proq hurmat qilish, haqiqatdan ham aytgan so'zini ustidan chiqdi deyishi men uchun juda ham muhim. Bu misol bilan o'zimni taqqoslamoqchi emasman, Ali Mahatma Gandi bilan misolchi. O'shanchalik insoniyatga foyda keltirgan odamlarga ham tanqid bo'lganda, bu tanqid o'sib borayotganimizning namunasi. Bizni eslashyaptimi, bizni yomonlashyaptimi, talab qilishyaptimi, значит nimagadir erishyapti. Odamlarga qiziqsizki, bizga gap ketyapti. Men nima demoqchiman, hozir boshlanishida loyihani biz arzon beryapmiz. Arzon. Kim uchundir qimmat bo'lishi mumkin, lekin 1 yil, 1,5 yildan keyin mana shu xonadonni hozir sotayotgan narximizni 2 baravariga olib bo'lmaydi. Chunki u paytda bizning tasavvurimizdagi narsalar hayotga ko'chishni boshlaydi. Moddiylashadi. Bu narsa real hayotga ko'chgandan keyin narxlar 100%. Men o'zi bitta narsa aytmoqchiman-da, hozir ko'pchilik kuzatib boryapti.
Masalan, ko'p ko'raman, gap gashtag deyishadi, har yerda har qanaqa aytishadi. $100 dan beradi. Navbatma-navbat yana o'sha 10 kishi o'ynab $1000 $1000 dan yig'ib oladi. O'shani biz bilan o'ynasa, masalan $500 yo $700 dan berib bitta uy sotib olib borsa, biz o'sha berib borgan pulini uyimiz bitgan vaqtida 2 baravarga oshirish mumkin. Mani tariximda biron marta men 5 million sotgan uy hozir 12 million, 7 million sotgan uy hozir 14 million tugallanmasdan turib narxi 2 baravarga aylanib qolyapti. O'rtadagi vaqtda bunaqa ko'p emas. Masalan, 1 yil, 1,5 yil ichiga mana o'zingizni xabaringiz bor, Brilliant Center'da yoki Brilliant City'ni 4,5 milliondan sotganman 2 yil oldin. Hozir o'sha narsa 13,5 millionga yo'q. Bitta dona uy qilib bering deb iltimos qilib yurishibdi-da. Yoki mana Farg'onada ham shunaqa holat uchrayapti. Jizzaxda ham, Samarqandda, masalan, Samarqand City 4 million so'm sotilgan. Boshida. Hozir $1000 ga uy yo'q. Yaxshi uylarda endi o'sha kvadraturasi. Bu nima demoqchimanki, pul tikib investitsiya qarang. Bitta Damas $3000 edi. Bitta kvartira $2,500 edi Samarqand shahrining markazida. Bu 2000-yil. Men o'qishga kirganman 2001-yilmi? Xo'p, 20 yil o'tgandan keyin bitta Damas hozir $3000, o'sha kvartira $100,000. Damas ham qimmatlashgan bo'lsin deng hozir. Damas 7000 bo'lsin-da, o'zim aytaman o'rtacharoqdan 3000. Bu nima beradi desangiz, O'zbekistonda bironta narsa ko'rmadim, uy joydaqa o'zini qadrini ushlab turgan, o'sib borayotgan. Bironta narsa yo'q. Mana luboy narsani so'rasangiz narx tushib keladi. Bitta uy joyda noturarda yerda narxi oshib boradi. Pul tikish uchun yoki pul saqlash. Keyin yana boya hali gaplashgan yana bitta narsamiz, gapirsam bo'ladimi o'zi, cho'zilib ketmaydimi? Menimcha hozir yaxshi tushuntirish bo'lyaptiki, qayerdan loyiha olish kerak, Respublika pul tikish kerakmi, yo'qmi? Bu ilmda bu. Investitsiya ilmi. Shu vaqtda bo'lyapti. Menimcha, rostdan ham investitsiya qilish uchun qiziqish bildirganlar uchun foydali bo'lyapti. Hali siz bilan bitta temani gaplashdik-ku va ham uy olgan odamni, masalan, siz oyiga qo'lingizga 20 million pul tushadi, yoki 10 million pul tushadi. Shu 10 millionni ishlatib bo'lasiz, 1 million yetmaydi. Endi siz bitta uyga shartnoma tuzdingiz, shartnoma tuzganingizdan keyin oylik 6 million to'lovingiz bor-a? Haligi 4 millionni miyangizni shunaqa o'zi sxemasini qiladi, qarzim bor, ekonom qilib, keraksiz rasxodlarni tejab, o'sha 6 millionni to'laganingizdan keyin ham yana 1 million yetmaydi. Lekin 6 millionga uy 6 millionga uy ketaveradi, Bu miyada shunaqa funksiya bor. Siz u narsa chiqadi, bu narsa chiqadi, qo'lingizdagi pul agar daromadi 15 million, 20 million, 10 million atrofiga bo'lgan odamlar yoki ikkita oiladagi er-xotin birlashib, aka-uka birlashib bitta uy olishsa, bu ortiqcha rasxodlardan, keraksiz rasxodlardan to'g'ri investitsiya tarafga o'tish bo'ladi. Men именно meni korxonamdan olish uchun aytmayapman. O'zbekistonda uy bozori jadal rivojlanib boryapti. Biz hozir 20 yoshga, 25 yoshga kirgan yangi odamlarga uy berayotgan bo'lsak agar, u paytda 20 yil oldin O'zbekistonda tug'ilish 200 ming bo'lgan. Undan keyin 250 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming, 1 milliongacha chiqdi. Demak, har yil bir baravariga uy taqchilligi oshib boradi. Biz kelayotgan 10 yillikka juda katta uy talabiga qarab kirib boryapmiz. Uy arzon bo'lib ketar ekan, unaqa men masalan talab bo'lib turgan joyda talab ham bo'lib turibdi. Endi O'zbekistonning hozir 50-60% aholisi 13-15 yoshgacha ular o'sib juda talab oshib ketadi. Menimcha hech kim uy joy sotib olib zarar qilmasa kerak. Yaqinda bir narsani guvohi bo'ldim, sizlarga ham aytib o'taman. Bitta muammoga uchragan kompleks. Muammoga uchragan degani u kompleks qurilmayapti xullas, egalari muammoga uchragan. Keyin kirdimda nimaga odamlar buncha ko'p bunga tushgan deb qarasam, o'sha shaharda 7 million bo'lib turgan uyni hali quruvchi 4 milliondan taklif qilgan. O'zi olayotgan vaqtida aniq bo'lgan uni portlab ketishi, loyihani uni u pulga qilib emasligi. Ozgina men masalan quruvchiman yoki ozgina aqlli odam, to'xta, nimaga $1000 iPhone bo'lsa
$500 iPhone beraman yangi deyapti. Butun Madam, dunyoda men juda aqlli bo'lib ketdimmi yo hamma ahmoq bo'ldimi deb o'ziga chiqarib olsa bo'ladigan holat bo'lganda, shu uchun nima demoqchiman? Arzon, juda ham arzon narsalardan ko'proq ehtiyot bo'linglar. Ozgina narxi nima deydi, sizni chaqib tursa yaxshi. O'shanda yaxshi narsa olayotgan bo'lasiz. Havosiz ketsa-yu, narxi qimmatli qilib tursa, o'sha narsa yaxshi bo'ladi. O'sayotgan bo'lasiz. O'sayotgan bo'ladi, ha. Ozgina o'zimizni imkoniyatlardan emas, kelajak imkoniyatimizdan, hozirgi imkoniyatimiz emas, nima deydi, bu narsa juda ham uyogandan keyin barvaqtroq turg'izadi. Oilani oldida mas'uliyat paydo qiladi. Bunga nima deyapmiz? Uyda ol, eplolmasang qaytarib olasan. Risk qilib ko'rish kerakmi deb o'ylayman. Eng yomon holatda ham aytganimizdek, to'lagan pulni qaytarib olinadigan qaytarib oladi, ha. Zo'r.